Azizlar, xabaringiz bor, yosh menejerdan Shiroq Business School deb rebranding bo'ldik va shu munosabat bilan va Allohga beadad hamdlar bo'lsinki, 9-mavsumimiz offline shaklda aynan Ramazonga to'g'ri keldi va shuni ham ochib oldik, boshlab oldik va ko'pchilikdan savollar tushyapti. Ba'zi bir savollar, aka time management bo'yicha bir video qilaylik, siz tajribangizdan kelib chiqib gapirib bering deyishdi. Time managementni o'zbek tilidagi vaqtni boshqarish, ya'ni management deb tarjima qilingan. Men shaxsan bu fikrga qo'shilmayman. Sababi vaqt boshqariladigan narsa emas. Vaqt juda ham o'tkir, hech narsaga amal qilmaydigan, hech qaysi qonunga bo'ysunmaydigan instrument. Vaqt boshlangan, vaqt ketyapti. Vaqtni hech kim to'xtata olmaydi ham, pauza ham qila olmaydi, hech narsa qila olmaydi. Shu ma'noda men bu mavzuyimiz, bu videoyimizni vaqtni boshqarish emas, balki vaqtdan to'g'ri foydalanish deb nomlagan bo'lardim. Vaqtdan samarali, unumli foydalanish deb nomlagan bo'lardim. Vaqtdan foydalanish bo'yicha internetda yozsangiz yoki ChatGPTga yozsangiz millionta maslahat bor, millionta usullar bor. O'shalardan bittasi mana Pomodoro usuli deyishadi. Pomodoro usulida bilsangiz, o'sha belgilangan vaqtingni biror bir loyihaga yoki biror bir zadaniyaga, biror bir yumushga, ishga ajratilgan vaqtni qismlarga bo'lib olib, xususan 20 minutlik yoki 25 minutlik deyishadi. Keyin o'sha 25 minut ichida vaqtni bosib, xuddi shaxmatda soatini bosganga o'xshab vaqtni bosib, siz 25 minut shunga diqqat qilasiz. Hech narsaga diqqat qilmaysiz, faqat o'sha ishingizga diqqat qilasiz. Endi hozirgi paytdan kelib chiqqan telefonlaringizni o'chirasiz, borliqdan uzilasiz, shu vaqtga diqqat qilasiz. 25 minutdan keyin anu vaqt tugaydi. Masalan, tring deb biror narsa beradida, keyin 2-3 minut erkin yo bu yoqqa qarashingiz mumkin, telefoningizga qarashingiz mumkin, ko'chaga toza havoga chiqishingiz mumkin. 2-3 minut faqat, 5 minut mayli. Undan keyin yana 25 minut fokus qilasiz, yana 4 minut dam olasiz, yana fokus qilasiz. Bu Pomodoro usuli. 1 soatlarga yetganda 4-5 marta qilganingizdan keyin sal uzoqroq o'zingizga dam berishingiz mumkin. Ya'ni bu usul bilan olimlar aytishadiki, diqqatni jamlab mana shu usulda qilish mumkin deydi. Yana bitta usul, mashhur usullardan bu o'sha Amerikaning prezidentlaridan biri adashmasam 45-prezidenti bo'lgan Eisenhower degan odam, bu general bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida bu odam shu to'g'risi urushni u yoqqa bu yoqqa surib yuboradigan insonlardan biri bo'lgan. Mana shu inson ishlab chiqqan Matrix, Eisenhower Matrix deyiladi, matritsa ko'rinishida. Bu o'sha Eisenhower zadaniyalarni asosan 2 turga bo'ladi. Muhimlilik darajasi va dolzarblik darajasi, ya'ni qanchalik tez qilinishi kerak vaqt nuqtai nazaridan. Muhimlilik darajasini 2ga bo'ladi. Muhim, o'ta muhim yoki muhim emas deydi. Dolzarblilik tomonidan esa urgent deydi ingliz tilida, ya'ni o'ta zarur, o'ta tez, hozir qilinishi kerak bo'lgan yoki zarur emas, o'ta dolzarb emas. Tushundingmi? Shunga bo'ladi, mana bunaqa shaklda beradida. Shunda har bitta qilinishi kerak bo'lgan, kun davomida qilinishi kerak bo'lgan ishni aynan mana shu matrixga soladi. Agar u o'ta muhim va o'ta dolzarb bo'lsa, birinchi o'rinda qiladi. Tushundingmi? Mana shunaqa shaklda bo'ladi. Buni ham detalli men bunga kirishmoqchi emasman. YouTube'da juda ham ko'p, internetda juda ham ko'p. Bu yana bitta vaqtdan to'g'ri foydalanishni, samarali foydalanishni yana bitta usul. Uchinchi usulimiz, bu ham mashhur usullardan biri, GTD deb nomlanadi. Get things done. To'g'risini aytsam, men o'zim ham mana shu usuldan ko'proq foydalanaman. Bu qanaqa usul? Ertalabda ishga kelganingizda yoki biror bir ishni boshlashingizdan oldin biror bir kichkina qog'ozchaga yoki telefoningizga yoki kompyuteringizga eng muhim ishlaringizni birinchiga qo'yib, 1, 2, 3 qilib yozib olasiz. Va shundan boshlaysiz. 1 dan, 2 dan, 3 dan degan narsa ma'nosida. Agar siz birinchi ishingizni qilib bo'lganingizdan keyin ikkinchi ishga o'tganingizda uni biror bir narsa bloklab qo'ygan bo'lsa, qila olmaydigan bo'lsa, 3ga o'tib ketaverasiz. Qila oladiganlaringizni qilib tugataverasiz. Get things done. Ishni bajarish ma'nosida aytiladi.
To'rtinchi usul bu Elon Musk tomonidan ko'p ishlatiladigan usul deyiladi. Vaqtni bloklarga ajratish. Bunda Elon Musk mana общий 24 soat bo'lsa, uyquga shuncha soat, nonushtaga shuncha soat, kitob o'qishga shuncha soat qilib, har bittasini bitta qog'ozga xuddi kalendar shaklida mana chap tomoni qog'oz ikkiga bo'linadi, chap tomoniga yarim soatlik yoki 1 soatlik oralig'ida yozib chiqadi va har bitta ishini shunga bo'lib chiqadi. Qaysidir disiplina bilan ishlaydigan odamlar uchun muhim, chunki bitta ishingizni agar o'sha yarim soat ichida qila olmasangiz yoki 1 soat ichida qila olmasangiz, ikkinchi ish vaqti boshlanadi. Siz uni qila olasizmi, qila olmaysizmi, ikkinchi ishga yoki uchinchi ishga o'tib ketaverishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sen to'xtab tur, men mana bu ishni qilib olay deyilmaydi. Uchinchi usuldagi GTD usulida bitta ishni qilib bo'lganingizdan keyin ikkinchi ishga o'tasiz. Tushundingmi? Ya'ni bunaqa usullar juda ham ko'p. Biz mana shu videomiz ostida kommentlarda eng mashhur vaqtni to'g'ri samarali boshqarishga berilgan tavsiyalar, mashhur 9 ta usulni sizga qoldiramiz, tanishib chiqishingiz mumkin. Lekin do'stlar, agar men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, vaqtni samarali boshqarishda agar insonda disiplina, insonda bir zaruriyat tug'ilmasa, har qanaqa usulni biz aytmaylik, baribir to'g'ri boshqarib bo'lmaydi, baribir chalg'ish bo'ladi. O'shaning uchun vaqtni to'g'ri samarali boshqarishni motivatsiya beradigan bitta omil bor. Bu ham bo'lsa insonning hayotini cheklanganligi, vaqtini cheklanganligi. Xususan o'lim. O'lim eng katta motivatsiya. Siz farqi yo'q, necha kun yashaysiz, necha yil yashaysiz, bir kun albatta hammamiz ham bir kun o'lamiz. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqanda, har bir o'tayotgan daqiqalarimiz aslida bizni vujudimizdagi qaysidir hujayralarimizni mana shu daqiqadagi o'layotganligi, qariyotganligimiz ochig'ini aytishimiz kerak. Shundan kelib chiqqanda, biz har bitta daqiqamizni agar g'animat bilsak, har bitta minutimiz, sekundimizni g'animat bilsak, unda o'shandan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Farqi yo'q, qaysi usuldan foydalanasiz, lekin bilingki, har bitta daqiqangiz g'animat. Shundagina vaqtdan samarali foydalangan bo'lamiz deb ayta olaman. Bundan tashqari, agar aka vaqtimni to'g'ri boshqara olmayapman, dangasalik qilyapman deydigan ukalarimiz bo'lsa, ulamolar nazdida Vaqtning qadri degan kitob bor. Juda kichkina kitob, bitta o'tirishda o'qib qo'yasizlar. Mana shu kitobni tavsiya qilaman. Bir og'iz, mana shu kitobni tavsiya qilaman, bir ko'rib chiqing. Ulamolar o'sha zabardast zotlar vaqtlarini qanday o'tkazganligi, tomlab kerak bo'lsa bitta katta kutubxonalarni qo'lda yozib chiqqan kitoblari, katta kutubxonalarda saqlanayotgan minglab kitoblarni qanday qilib qo'lda yozib chiqishganliklarini siz ko'rishingiz mumkin, misollarini ko'rishingiz mumkin. Siz vaqtingizni qanday boshqarasiz yoki siz vaqtingizni qanday samarali boshqarasiz? Bizlar bilan ulashing, kommentlarda yozing. Bu biz uchun juda ham qiziq. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, vaqt bo'yicha, loyiha boshqaruvi bo'yicha bizga yozing, kommentlarda yozing, mulohazalaringizni qoldiring. Biz sizga qiziq bo'lgan mavzularda yanada keyingi suhbatlarimizni qiziq qilib olib borishga harakat qilamiz.